Assalomu alaykum, hurmatli pensiya yoshidagi yurtdoshlarim va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1970-yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oydan boshlab yangi tekshiruvlarga duch kelishi mumkin. Bu gap har bir pensionerga, ayniqsa yosh katta, hujjatlari eski, ish staji turli joylarda yig'ilgan nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolarga bevosita tegishli. Men sizga vahima qilish kerak demayman, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta yo'qolgan hujjat yoki eski manzilda qolib ketgan qayd pensiya to'lovida kechikish, qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha tushuntirish talab qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday hujjatlarni hozirdan tayyorlab qo'yish zarur? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, tekshiruvga tushib qolsangiz qanday gapirish? Qanday ariza yozish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pensiyasini, huquqini va asabini saqlab qoladi. Men avvalo bir narsani aniq qilib aytaman. Pensiya tekshiruvi degani har doim pensiyani olib qo'yish degani emas. Ko'pchilik tekshiruv degan so'zni eshitishi bilan darrov qo'rqadi. Aslida tekshiruvning maqsadi ko'pincha ma'lumotlarni yangilash, hujjatlarni solishtirish, fuqaroga noto'g'ri hisoblangan yoki ortiqcha to'langan summalarni aniqlash, ba'zan esa aksincha, pensionerning foydasiga qayta hisob-kitob qilish bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Avvallari ko'p ma'lumotlar qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, korxona bergan spravka, yashash joyidan ma'lumot, bank hisob raqami, nogironlik xulosasi va boshqa hujjatlar alohida saqlangan. Agar odam 1970-yillarda bir zavodda, 1990-yillarda kolxozda, 1990-yillarda boshqa tashkilotda ishlagan bo'lsa, uning stajini tasdiqlash uchun har xil joylardan hujjat yig'ishga to'g'ri kelgan. Ba'zi korxonalar yopilgan, ba'zilari nomini o'zgartirgan, ba'zi arxivlar boshqa tumanga ko'chgan. Shuning uchun eski davrda xato qilish ehtimoli katta bo'lgan. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq, bandlik, fuqarolik holati dalolatnomalari, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bank va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Ya'ni endi faqat pensioni olib kelgan qog'ozga qarab emas, balki bazalarda mavjud ma'lumotlar ham tekshiriladi. Masalan, odamning tirikligi, yashash manzili, bank kartasi, ishga joylashgani yoki joylashmagani, nogironlik muddati, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgani, bir nechta to'lovni bir vaqtda olayotgani kabi holatlar ko'rilishi mumkin. Bu yerda asosiy masala shuki, 1930-yildan 1965-yilgacha tug'ilganlar orasida hujjatlari eski tartibda rasmiylashtirilganlar juda ko'p. 1945-yillarda tug'ilganlar juda katta yoshdagi insonlar bo'lib, ularning ko'pchiligi hujjat ishlari bilan farzandlari yoki nevaralari orqali shug'ullanadi. 1926-1955 yillarda tug'ilganlarda ko'pincha Sovet davridagi staj, kolxozdagi ish, harbiy xizmat, dekret ta'tili yoki zararli mehnat sharoitlari bo'yicha masalalar chiqadi. 1926-1935 yillarda tug'ilganlar esa pensiyaga nisbatan yaqinda chiqqan yoki chiqayotgan avlod bo'lib, ularda ish staji, sug'urta badallari, elektron mehnat ma'lumotlari va haqiqiy ish haqi bo'yicha savollar ko'p uchraydi. Men birinchi navbatda kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Agar siz pensiyani ko'p yillik mehnat staji asosida olayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizda o'chgan yozuvlar, tuzatishlar, mursiz sahifalar yoki korxona nomi aniq yozilmagan joylar bo'lsa, siz hujjatlaringizni tekshirtirib qo'yganingiz ma'qul. Chunki elektron tekshiruvda qog'ozdagi yozuv bilan arxivdagi ma'lumot mos kelmasa, sizdan qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Masalan, 1958 yilda tug'ilgan bir ayolni olaylik. U 1977 yildan 1992 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin bozor sharoiti tufayli ish joyi yopilgan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan sanasi bor, lekin ishdan bo'shagan sanasidagi muhr yaxshi ko'rinmaydi. Oldin pensiya tayinlanganda bu hujjat qabul qilingan bo'lishi mumkin. Lekin hozir ma'lumotlar qayta solishtirilganda arxivda faqat 1960 yildan keyingi davr topilsa, 1977-1960 yillar bo'yicha savol tug'ilishi mumkin.
Bunday holatda pensioner men ishlaganman deb og'zaki aytish yetarli bo'lmaydi. U arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma, eski shaxs vedomoslari, buyruq nusxalari yoki guvohlik qiluvchi boshqa hujjatlarni qidirishi kerak bo'ladi. Yana bir misol, 1949 yilda tug'ilgan erkak kishi 3 yil kolxozda ishlagan. Kolxoz keyin shirkat xo'jaligiga, undan keyin fermer xo'jaliklariga bo'lingan. Uning mehnat staji bo'yicha hujjatlar turli arxivlarda bo'lishi mumkin. Agar pensiya hisobida kolxozdagi barcha yillar kiritilgan bo'lsa, lekin elektron tekshiruvda ayrim yillar tasdiqlanmasa, odamdan falon yillar bo'yicha ma'lumot olib keling deyilishi mumkin. Bu pensiya darhol to'xtaydi degani emas, lekin vaqtida harakat qilinmasa, qayta hisob-kitob xavfi paydo bo'ladi. Kimlar ko'proq xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz elektron bazada bor bo'lsa, bank kartangiz o'zingiz nomingizda bo'lsa, yashash manzilingiz amaldagi ro'yxat bilan mos bo'lsa, nogironlik muddati bo'yicha hujjatlar yangilangan bo'lsa va siz pensiya jamg'armasiga so'ralgan ma'lumotlarni vaqtida bergan bo'lsangiz, sizda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir hujjatlarni bir joyga jamlab qo'yish zarar qilmaydi. Men ayniqsa 3 ta toifadagi odamlarni ogohlantiraman. Birinchi toifa pensiyani boshqa odam orqali oladiganlar. Masalan, pensioner yotib qolgan, farzandi ishonchnoma bilan pensiyani olib keladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnoma muddati pensionerning tirikligi. Bank kartasidan kim foydalanayotgani va yashash manzili tekshiruvda ko'riladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki pensioner boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Masalan, 1960 yilda tug'ilgan ayol pensiya oladi, lekin farzandlari yoniga bir necha oy yoki bir yilga chet elga ketadi. Agar uning pensiya kartasidan O'zbekistonda boshqa odam pul yechib tursa, idoralarda savol paydo bo'lishi mumkin. Har bir holatda qonuniy tartibni oldindan bilish kerak. Chet elga ketishning o'zi jinoyat emas. Lekin pensiya olish tartibida yashash joyi, tasdiqlash va vakolat masalalari muhim. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Nogironlik muddati bor yoki muddatsiz bo'lishi mumkin. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi vaqtincha berilgan bo'lsa, muddat tugagach qayta ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Ba'zi odamlar oldin pensiya tushayotgan edi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin xulosa muddati tugagan bo'lsa, to'lovda to'xtash yoki kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun nogironlik hujjatini alohida tekshirish kerak. Endi raqamlar bilan oddiy vaziyatni tushuntiraman. Tasavvur qiling, pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning ish stajida 3 yil ortiqcha kiritilgan deb topildi. Agar bu 3 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilgan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinadi. Ba'zan pensiya 1 million 200 mingdan 1 million 100 mingga tushishi mumkin. Ba'zan esa aksincha bo'ladi. Odam 35 yil ishlagan, lekin hisobda 31 yil kiritilgan bo'lib chiqadi. U qo'shimcha hujjat olib kelsa, pensiyasi oshishi ham mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, tekshiruvdan qo'rqmang, lekin hujjatsiz bormang. Yana bir hayotiy holat. 1925 yilda tug'ilgan ayol 3 farzand tarbiyalagan, ish staji bor. Lekin ayrim davrlarda uyda bola parvarishi bilan bo'lgan. Pensiya hisobida bolalar haqidagi ma'lumot dekret davri yoki mehnatga qaytgan sanalar to'g'ri aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar u tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotlarini tartib bilan ko'rsatsa, hisob-kitob aniqlashadi. Agar hujjatlarni topa olmasa, unga vaqt berilishi, qo'shimcha izlanish kerak bo'lishi mumkin. Men endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik joy, familiya, ism va otasining ismidagi farqlar. Juda ko'p pensionerlarda eski hujjatda ism boshqacha, pasportda boshqacha yozilgan bo'ladi. Masalan, mehnat daftarchasida Mahbuba deb yozilgan, pasportda Mahbubaxon deb turibdi. Yoki otasining ismi ruscha hujjatda Abdullayevna, yangi hujjatda Abdulla qizi shaklida. Bunday farqlar elektron tekshiruvda hujjatlarni avtomatik bog'lashga xalaqit berishi mumkin. Buni hal qilish uchun fuqarolik holati dalolatnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganligi haqida hujjat yoki sud orqali tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik joy, nikohdan keyin familiya o'zgargan ayollar. Masalan, ayol qizlik familiyasi bilan 15 yil ishlagan, keyin turmushga chiqib boshqa familiyaga o'tgan. Mehnat daftarchasida familiya o'zgargani yozilgan,
lekin nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Tekshiruvda bu ikki familiyadagi odam bir kishimi degan savol chiqadi. Shuning uchun ayollar nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqida guvohnoma yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni albatta saqlash kerak. Uchinchi nozik joy bank kartasi va haqiqiy yo'lovchi. Pensiyalarning o'ziga tegishli. Agar karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, bu oilaviy kelishuv bo'lishi mumkin. Lekin qonuniy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerning roziligi borligi, ishonchnoma tartibda ekanligi, kartadan foydalanish suiiste'mol qilinmayotgani muhim. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Keksa ona pensiyasini o'g'liga ishonib bergan, lekin keyin dori-darmoniga pul yetmay qolgan. Tekshiruv kelganda esa karta har oy boshqa hududda ishlatilgani ma'lum bo'lgan. Bu nafaqat pensiya masalasi, balki oilaviy va huquqiy muammoga aylanadi. 4-nozik joy. Pensioner vafot etgandan keyin pensiya tushishi. Agar oila a'zolari bu haqda vaqtida xabar bermasa va kartadan pul yechishda davom etsa, keyinchalik ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Men buni juda jiddiy aytaman. Vafot etgan odam nomidan pul olish katta muammo tug'diradi. Fuqarolik holati dalolatnomasi rasmiylashgach, tegishli idoralar xabar topadi, lekin orada tushgan pullar bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. 5-nozik joy. Ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu har doim ham taqiqlanmagan, lekin ayrim to'lov turlari ustamalar. Kompensatsiyalar yoki nafaqalar uchun ishlash holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, odam yoshga doir pensiya oladi va rasmiy ishlaydi. Bu boshqa. Lekin muayyan imtiyozli to'lov ishlamaydigan pensioner sifatida berilgan bo'lsa, rasmiy ishga kirgandan keyin bu ma'lumot yashirilsa, keyinchalik qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. 6-nozik joy. Ikki joydan bir xil mazmundagi to'lov olish. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov, nogironlik bo'yicha nafaqa. Yoshga doir pensiya yoki boshqa ijtimoiy yordam turlari bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Har bir to'lovning sharti bor. Odam menga tushyapti, demak qonuniy deb o'ylaydi. Lekin tizimlar bir-biri bilan keyinroq solishtirilganda ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lovning asosini bilish zarur. 7-nozik joy. Arxiv hujjatlari. Ko'p odamlar arxivga borishni oxirgi ish deb biladi. Aslida arxiv ma'lumotnomasi pensiya masalasida eng kuchli dalillardan biri bo'lishi mumkin. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida saqlanishi kerak. Ba'zan arxiv ma'lumot topilmadi deb javob beradi. Bu hali hammasi tugadi degani emas. Siz korxonaning eski nomini, joylashgan hududini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'limingizni aniq yozib qayta murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pincha muammo shundaki, odam arxivga juda umumiy so'rov beradi. Mening stajimni topib bering deydi. To'g'ri so'rovda esa yillar, tashkilot nomi, lavozim va shaxsiy ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. 8-nozik joy. Telefon qildi, hujjat olib keling dedi degan holatlar. Men hammaga maslahat beraman. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, o'zini idora xodimi deb tanishtirsa, darrov pasport ma'lumotlaringizni, karta raqamingizni, SMS kodini bermang. Rasmiy tekshiruv karta kodi yoki SMS parol so'ramaydi. Agar sizdan hujjat talab qilinsa, qaysi idora, qaysi bo'lim, qaysi asosda, qaysi muddatda so'rayotganini aniqlang. Eng to'g'risi, o'zingiz tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib tekshiring. Firibgarlar aynan pensiyangiz to'xtaydi deb qo'rqitib, karta ma'lumotlarini olishga urinadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir papkaga jamlang. Bu papkada pasport yoki ID karta nusxasi, JSHSH raqami, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjati, nogironlik bo'yicha xulosa. Arxiv ma'lumotnomalari va oldingi pensiya tayinlashga oid hujjatlar bo'lsin. Asl nusxalarni alohida saqlang. Nusxalarni esa topshirishga tayyor qilib qo'ying. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni sahifa-sahifa tekshiring. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan chiqib sana bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Tashkilot muhri ko'rinadimi? Familiya to'g'rimi? Tuzatishlar tasdiqlanganmi? Agar biror joyda muhr yo'q yoki yozuv o'chgan bo'lsa, o'sha davr bo'yicha arxiv ma'lumotini oldindan izlang. Tekshiruv kelishini kutib o'tirmang. Chunki arxiv javobi ba'zan bir necha kun emas, bir necha hafta davom etishi mumkin. 3-qadam.
pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni ko'rishni so'rang. Siz oddiy qilib shunday deyishingiz mumkin. Mening pensiya hujjatlarim bo'yicha ma'lumotlar to'liqmi? Ish tajim va to'lov asoslarimda qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Shuni aniqlashtirib bermoqchiman. Bu gapni tinch, muloyim va aniq ayting. Xodimdan og'zaki javob bilan cheklanmay, agar qo'shimcha hujjat kerak bo'lsa, ro'yxatini yozib berishini so'rang. 4-qadam. Agar sizga ariza yozish kerak bo'lsa, arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Masalan, men falonchi 1907-yildan 1915-yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Mazkur davr pensiya hisobida to'liq aks etishini so'rayman. Ish tajimni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilaman. Agar hujjat hali topilmagan bo'lsa, mazkur davr bo'yicha arxiv so'rov yuborishda amaliy yordam berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Barcha murojaatlaringizni ishsiz qoldirmang. Agar siz ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiyani saqlang. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib qo'ying. Telefon orqali aytilgan gap keyin isbot bo'lmasligi mumkin, lekin rasmiy ariza va javob hujjat bo'ladi. 6-qadam. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, vakillik hujjatini to'g'ri rasmiylashtiring. Farzandi yoki qarindoshi borib ishini yuritmoqchi bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Yotib qolgan, harakatlana olmaydigan keksa odamlar uchun notariusni uyga chaqirish tartibi. Mahalla orqali yordam olish yoki tegishli idoradan maslahat so'rash mumkin. Eng yomoni o'zim bilaman deb hujjatsiz boshqa odam nomidan ish yuritish. 7-qadam, bank kartangizni himoya qiling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqami, amal qilish muddati, orqa tarafdagi kodni begonalarga aytmang. Pensiya tekshiruvi hech qachon sizdan SMS orqali kelgan kodni aytishni talab qilmaydi. Agar kimdir kodingizni aytmasangiz pensiya to'xtaydi desa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. Bunday holatda bankga huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. 8-qadam, manzilingizni yangilang. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat va amaldagi yashash joyi masalasini aniqlashtiring. Pensiya hujjatlaridagi manzil, bankdagi ma'lumot va fuqarolik ro'yxatdagi ma'lumot bir-biridan keskin farq qilsa, xat yoki chaqiruv sizga yetib bormasligi mumkin. Keyin esa men bilmagan edim deyish qiyin bo'ladi. 9-qadam. Nogironlik hujjatini alohida tekshiring. Xulosa muddatsizmi yoki ma'lum sanagachami? Qayta ko'rik sanasi qachon? Qaysi guruh ko'rsatilgan? Tavsiyalar va mehnatga layoqat bo'yicha izohlar qanday? Agar muddat yaqinlashayotgan bo'lsa, tibbiy hujjatlarni oldindan yig'ing. Kasallik tarixi, shifokor xulosalari, tahlillar, davolanganlik haqidagi ma'lumotlar. Oxirgi kunda yugurib qolmang. 10-qadam. Agar pensiyangiz kamaytirilsa yoki to'xtatilsa, darrov tushuntirish talab qiling. Og'zaki shunday bo'ldi degan javob bilan kifoyalanmang. Qaror nusxasini, hisob-kitob asosini, qaysi hujjat yetishmayotganini so'rang. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga, sudga yoki huquqiy maslahat markazlariga murojaat qilish huquqingiz bor. Men har doim aytaman, pensionerning yoshi katta bo'lishi uning huquqi kuchsiz degani emas. Bu yerda yana bir muhim maslahat bor. Farzandlar ota-onasining pensiya hujjatlariga befarq bo'lmasin. Ko'p keksa odamlar idoraga borishga uyaladi. Navbatda turishga qiynaladi. Hujjat tilini tushunmaydi. Farzand sifatida siz ularning hujjatlarini tartibga keltirib qo'ysangiz, katta muammoning oldini olasiz. Ayniqsa 1930-1945 yillarda tug'ilgan insonlar uchun bu juda zarur. Ular ko'pincha bolam pensiyam tushsa bo'ldi deb yuradi. Lekin hujjatdagi bitta xato keyinchalik oilani ovora qiladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Tekshiruvga chaqirilgan odam o'zini aybdor his qilmasin. Siz davlatdan sadaqa olayotganingiz yo'q. Pensiya bu sizning mehnatingiz, yillaringiz, to'lagan badallaringiz va qonuniy huquqingiz natijasi. Shuning uchun idoraga borganingizda hurmat bilan, lekin ishonch bilan gapiring. Mening huquqim bor. Men hujjatlarimni aniqlashtirish uchun keldim degan pozitsiyada bo'ling. Janjal qilish shart emas, lekin savol berish, tushuntirish olish, yozma javob talab qilish mumkin. Agar hujjatlaringizda xato topilsa, uni yashirmang. Masalan, tug'ilgan sana bir hujjatda 1974 yil, boshqasida 1975 yil bo'lsa, bu masalani hal qilish kerak. Shu paytgacha o'tib kelgan. Bundan keyin ham o'tadi deb yurish xavfli. Elektron tizimlar xatoni tezroq topadi. Bunday holatda fadega organlari,
arxiv yoki sud orqali ma'lumotni to'g'rilash kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyat alohida ko'riladi. Shuning uchun rasmiy maslahat oling. Hurmatli tomoshabinlar, 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar uchun yangi tekshiruvlar eng avvalo hujjatlarni tartibga solish, ma'lumotlarni solishtirish va to'lovlarning qonuniy asosini aniqlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu vahima uchun sabab emas, lekin tayyorgarliksiz yurish ham to'g'ri emas. Men sizga aytgan eng muhim ishlar. Hujjatlarni bir joyga jamlang, mehnat daftarchasini tekshiring, familiya va sana farqlarini aniqlang, arxiv ma'lumotlarini tayyorlang, bank kartangizni himoya qiling, har bir murojaatni yozma shaklida qoldiring. Agar sizning oilangizda pensioner ota-ona, buvi yoki bobo bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini ko'rib chiqing. Bir soat vaqt ajratib, katta muammoning oldini olish mumkin. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya hujjatlari bo'yicha tekshiruvga duch kelganmisiz? Qaysi muammo chiqqan? Qanday hal qilgansiz? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida kech qolgan odam ko'p ovora bo'ladi. Oldindan tayyorlangan odam esa o'z huquqini ancha oson himoya qiladi.